17. Bab. İsrail xalqi Sin çöldün chiqib, Parvardigorning yo'l yo'rig'i bilan qadam-qadam safar qilib, Rafidimda qo'ndi. Biroq u yerda suv yo'q edi. Shunga ular yana Musodan ranjib, bizga ishkili suv bergaysiz, dedi. Muso ularga, sizlar nemishqa ranjiysizlar? Nemishqa Parvardigorni sinaysizlar? dedi. Lekin xaloyiq intayin usab ketgachga Musoga davomliq norozilik bildirib, bizni Misrdan zodi nemishqa elib chiqdingiz? Siz bizni, bollarimizni va chorva mollarimizni usuzlikdan o'ltirmoqchimi? dedi. Shuning bilan Muso Parvardigorga yelinib, xaloyiqni qandoq qilay? Ular meni chalni kesak qilib o'ltirdigan yagiyatdi, dedi. Parvardigor Musoga, sen Isroillarning oqsoqollaridan bir nechasini elib, xalq oldidan o't. Qo'lingga Nil daryosiga urgan tayoqni elib ol. Men sening oldingda Sinay teg'diki bir uyul toshning ustida turman. Sen uyul toshni urguningda sizlarga ishkili suv chiqidi, dedi. Musa İsrail oqsoqollarining oldida shunday qilganda suv etilib chiqdi. Musa u ya'ni Massa va Mariba, ya'ni sinash va ranjish deb otidi. Chunki İsraillar u yerda ranjib, Parvardigorni sinamoqchi bo'lgan edi. Ular, Parvardigor zodi oramizda bormi yo'q deyishgan edi. Amaleklar Rafidimga kelib, İsraillarga hujum qildi. Musa Yashuga, sen ati Amaleklar bilan jang qilish uchun odam tanlig'in. Men bo'lsam, qo'limga Xudo menga elib yurishga amr qilgan tayoqni tutib, tog'ning cho'qqisida turman, dedi. Yashu Musoning topshirig'i bo'yicha Amaleklar bilan jang qildi. Musa, Harun va Xurla tog'ning cho'qqisiga chiqib jangni ko'zatdi. Musa qo'lini ko'tirsa, İsraillar ustun keladi. Qo'lini tushirsa, Amaleklar ustun keladi. Musoning qo'llari telib qolganda, Harun bilan Xur bir toshni yo'tkab kelib, Musoni uning ustiga o'ltirg'izib, toki kun potqicha ikki yinida Musoning qo'llarini yo'lab tutdi. Shunda qilib Yashu Amaleklar qo'shinini qilishlab, ularning ustidan g'alaba qildi. Ondan Parvardigor Musoga, keyingi avlodlarning bugungi g'alabini unutmasligi uchun yezib qoldirg'in. Yashuga Amaleklarni butunlay yo'qotganligimni yetkazib qo'y, dedi. Shuning bilan Musa bir qurbonlik supisi yasab, uning nomini Parvardigor tug'umdir deb atadi. U Parvardigorning tug'ini egiz ko'tiraman. Parvardigor avloddan avlodgacha Amaleklar bilan jang qilg'ay, dedi.